Bismillah do'stlar, biz Kirgilidamiz, Kirgili Tabassumda, Messej shkolani yonveridagi domlardamiz. Bitta 3-etajda sotiladigan 2 xonali domimiz bor. Ko'rishlaring mumkin, bitta katta zalimiz. Bu tomonda bitta spalni. Remontlari ham mana yaxshi holatda. Xo'p, bu yerda mebellar olib chiqib ketilgan ekan, lekin gilon-plon nimalari qolar ekan. Bu tomonda mana endi bitta oshxonamiz chiroyli holatda. Kuxni bu narsalar qolar ekan. Bu tomonda 3 metrli veranda, balkon ya'ni. Xohlovchilar mana balkonga oshxonani olib chiqib turib 3 xonali qilib olsa ham bo'laveradi. Detskiy xona qiladimi oshxonani. Xo'p. Hammom hojatxonalari ham chiroyli ko'rinishda ekan. Akkuratniy uy, chiroyli. Menimcha narxiga ham arzisa kerak, chunki gazdan muammo yo'q deyapti uyda egalari. Qishda ham muammo bo'lmaydi deyilyapti. Endi narxi qiziq, narxi 24.700 dan kelishadigan holati bor. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar.